Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammisiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugungi xəvərlər pirugrammimizning tafsilotidan bo'lsin. Növətdə Amerikada xizmət ziyaretida bo'lib Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim, Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanatning hamrohligida Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limini ziyorat qilib, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini dunyoga fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan va bu sababdan fashist Xitoy hokimiyatining razillatchi o'ch elishiga, vatandagi ota-ona va urug' tuqqanlarining go'ragi ilinib, turli ziyonkashlik qilishiga uchragan Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining jasur va fidokor xodimlariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirish bilan birga Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining mudiri, Amerikada qonun va axborotchilik kasbi bo'yicha qo'sh doktorlik unvoniga erishgan Olim Seyitov apandimning riyosatchiligidagi nazar suhbat programmasiga qatnashib, Olim Seyitov apandining Uyg'ur milliy harakatining navbatdagi xalqaro yangi yuzlanishi va Dunya Uyg'ur Qurultiyining g'oya maqsadlari haqidagi savollarga tafsiliy javob berdi. Ömer Qanat va Dolqun Aysa apandi doktori Olim Seyitov apandimning navbatda Xitoyning va ba'zi ichki kuchlarning Dunya Uyg'ur Qurultiyiga qartib kelayotgan turli hujumlari haqida so'rgan savollarga tafsiliy javob berdi. Mushu yilni desak, masalan, Xitoy tashqi ishlar ministrligi keyindan Dunya Uyg'ur Qurultiyi degan bir terror tashkilot Xinjiangni bo'lmoqchi deb, Xitoydek dunyoda ikkinchi kuch bo'lgan bir davlat Dunya Uyg'ur Qurultiyidan andish qilib hujum qilyapti. Sizning ismingizni atab turib hujum qilyapti. Urug' tuqqan do'st birodarlar kimni bo'lsa chiqarib hujum qilg'izyapti. Butun sizlarning borgan yo'linglarni to'sayapti. Ko'rishmangiz degan amaldorlarning oldini olishga tirishyapti. Sizni ham qolganlarni ham Interpolning tizimligiga kirgizyapti. Qo'ldan kelgan barliq usullar bilan Dunya Uyg'ur Qurultiyining yo'lini to'sash, ham Dunya Uyg'ur Qurultiyini ujuqtirish, Dunya Uyg'ur Qurultiyining rahbarligining nom shuhratiga dog' keltirish, uni xalqaro sharmanda qilish uchun nurg'un yillar faoliyatlarni ilib bordi masalan. Lekin bo'lib bu yil masalan bu Uyg'ur sud kollegiyasi bir qitim emas 3 qitim keyinligini isbot berdi. Tunji qitim xalqarada Xitoy hukumatining 49-yildan yaqi. Hamda ma sud kollegiyasi 2017dan keyin irqiy qirg'inchilikni qilgan bo'lsa, 49dan yaqi tunji qitim Uyg'ur xalqi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan jinoyatni xalqarada bir sud orqali, mustaqil bir sud orqali dunyoga isbotlagan bo'ldi. Xitoy albatta bu sudga hujum qildi. Bosh sudchi Jeffrey Nice apandini sanksiyon qilib qartizimlikka kirgizdi. Sudga guvoh kelgili ham Uyg'ur bo'lsin, chet ellik mutaxassislar bo'lsin, lager shohidlar bo'lsin hujum qildi, qo'rqatdi, tahdid qilgan bo'ldi masalanda. Mushunda bir vaqtda, ya'ni Uyg'ur da'vosi tarixda eng yuksak bir yerga kelgan vaqtida Uyg'ur g'arbda bo'lsin bir fursat kelganda Uyg'urlarga hozir Xitoymi cho'chib hatto Dunya Uyg'ur Qurultiyining terrorist tashkilotlar emas, hatto Amerika boshliq g'arb ellari bu Xinjiang orqali Jungoni kontrol qilmoqchi, ya'ni bu Dunya Uyg'ur Qurultiyi boshliq deb da'vatgan bir mezgilda nima uchun bir qism Uyg'urlar to'g'riga chiqib olib, masalan o'zlari amaliy bir harakatlarni qilmaydi, sizlarga o'xshash. Masalan, u davlatga berib bosh ministr, bu davlatga berib ko'chmanlar ministri yoki xalqarodagi bu cho'ng-cho'ng yig'inlarga yoki Xitoy hukumatini ayblamaydi yoki Jenevaga berib Uyg'ur qirg'inchiligi mavjud emas deydigan hozir Xaptum rayonining raisi Erkin Tunyazni ayblamaydi ya Chinchuango bizning vakilimiz emas deb son to'plamaydi. Be sonlarni ma'lum. Nima uchun unda bo'ldi hozir bu ishlar? Bu gayet normal bir narsa. Xitoydek bir çoğ devlet Uyghur milli hareketini parçalaş için bunçlik bir hareketini kılanması olmaydı. Elbette bu talaş tartışının içinde boğan veya ki bizni tenkit kıvatkan insanların hemmisini biz siyasi cihetten sual koymayımız olağa veya ki Xitay'ın adımı demeyimiz. Onun için samimi hakikaten dünya kurultuğu köngül bildiğin insanların var. Bir münazır başlanıp sosyal medyada bizden onun gibi şahsen ben bu seferlerle aldıraş olup vaktimizin bombadı ama dünya kaynayıp getipdeydi o. Xitay Tibet hareketini parçalaş için nurgulgan pullarını haşlavatıdı. Xitay demokratlarını parçalaş için nurgun nimelerini kaçlap nıqıp oldu. Hem de bugün Şarkı Türkistan davası dünyada hiçbir kaçan bakmagan bir seviyeye ulaştı. Uyghur davası bugün dünyada en mühim meselelerden birisi ulaştı. Xitay bundan pek rahatsız.
Siz degan onun uchun men hujum qildi, dunyo qurultiyyi, dunyo qurultiyining rahbarlari hujum qildi. Qanday qilib Uyg'ur tashkilotini pajlik qila oladigan ish o'sha elde. Burunqidek Xitoy ishbin tutib qo'yib, material avatkizdigan uning hojat qolmadi hozir. Ammo bu yerda bu fursatlardan foydalanib, xalqimizning beshini qaymoqtirdigan avallan bo'ladi. Biz bunga nisbatan sog'lom bir tashkilot bo'lganligimiz uchun xalqimizning qo'llashi bilan, dunyo qurultiyi xalqimizning qo'llashi bilan, moddiy ma'naviy yordamlar bilan Uyg'ur sotidek cho'ng proyektlarni amalga oshira oldik. Xalqaroning himoya qilish bilan bugun Uyg'ur masalasi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin, Amerika bo'lsin, Dunya, Kanada bo'lsin, Yevropa davlatlarida keladigan bariyat keldi. Shuningga biz bu masalaga kelgan vaqtimizda dunyo qurultiyi bo'layotgan bu hujumlarni normal bir demokratik sistemda bo'ladigan bir hadislar deb qaraymiz. Ammo biz shuning ishimiz mutlaq ko'p sonli xalqimiz dunyo qurultiyi himoya qiliqlik, sukutdagi ko'p sonliq. Mutlaq sukutdagi ko'p sonliq, mutlaq ko'p sonli xalqimiz dunyo qurultiyi himoya qilishga mishalik kiralidik. Ammo bizni tanqidlayotganlarmi, ularmi o'zining ishini qilyotdi, chunki boshqa ish qilolmagandan keyin shu tanqidlashni qila oladigan gap bu o'zining qobiliyatini joriy qildiradi deb o'ylayman men. G'arb dunyosida tunji bo'lib qurilgan va Uyg'ur davosining G'arb dunyosida, bo'libmi Yevropa ellarida tonilishida intayin muhim rol o'ynab kelgan Germaniyadagi Yevropa Sharq Turkiston birligining 5-dekabr kuni Myunxen shahrida o'tkazilgan umumiy saylimida uzun yillik siyosiy faoliyatchimiz, Dunya Uyg'ur Qurultiyining sobiq muavin raisi Asqarjon apandi saylamga qatnashgan a'zolarning birdek ovozi bilan yana qayta mazkur tashkilotning raisi bo'lib saylandi. Demokratik usulda ilib berilgan saylamda yana Elchin G'azinichi va Toshmamat Yo'lbosar apandilar tashkilotning muavin raisligiga, İlyar Sidiq apandi yoshlar bo'limining mudirligiga, Ishbarxon xonim bosh kotibligiga, Dilshod G'aznichi apandi tashkilotning moliya ishlari mudirligiga, Odil Tursun apandi idora hay'ati a'zoligiga saylab chiqildi. Umumiy saylamga bevosita riyosatchilik va nazoratchilik qilgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining tashkiliy xizmatlariga mas'ul muavin raisi Parat Yo'ronqash apandim yig'inda qilgan so'zida o'zining Qurultiyi raisi Dolqun Aysa apandi va Qurultiyi ijroiya komitetining barliq a'zolariga vakolatan Yevropa Sharq Turkiston birligining Asqarjon apandi boshchiligidagi yangi rahbarlik hay'atini qizg'in tabriklaydiganligini ifoda qilish bilan birga Dunya Uyg'ur Qurultiyining tub prinsipining Qurultiyi tarkibidagi hech bir tashkilotning ichki ishlariga va rahbarlik saylamlariga daxl tarz qilmaslik ekanligini, tashkilot a'zolari tomonidan demokratik usulda saylab chiqilgan rahbarlik hay'atini to'liq e'tirof qiladiganligini va ular bilan yaqindan hamkorlik ilib boradiganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Parat Yo'ronqash apandi so'zda yana 1996-yili Myunxenda qurilgan Dunya Uyg'ur yoshlari Qurultiyi, 1999-yili qurilgan Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultiyi va 2004-yili qurilgan hozirgi Dunya Uyg'ur Qurultiyiga sohibxonlik qilishdek sharaflik va tarixiy mas'uliyatni o'z ustiga olgan Yevropa Sharq Turkiston birligining hozirga qadar siyosiy sahnalarda qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlariga yuqori baho berish bilan birga mazkur tashkilotning Germaniyadagi Uyg'urlarning birlik ittifoqligi va o'zaro hamkorligini yanada kuchaytirishni, shaxsiy ziddiyat va adovatlarni bir chetga qo'yib qo'yib, vatan millat davosini hammadan ustun bilib, muhojiratdagi Uyg'urlarimiz faxrlanib kelgan Germaniyadagi fidokor Uyg'ur jamoati degan bu sharafli nomni izchil muhofazat qilishini umid qiladiganligini alohida eskartib o'tdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa va Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umar Qanat apandilarmi bugun istansimiz orqali yo'llagan tabrikida Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon apandim boshchiligidagi yangi rahbarlik hay'atini qizg'in tabriklaydiganligini ifoda qilish bilan birga ularning bundan keyingi xizmatlariga yangi muvaffaqiyatlar tilaydiganliklarini bildirishdi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuri Turkel apandining 30-noyabr Amerika poytaxti Washingtonda Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan o'tkazilgan Uyg'ur davosining xalqarolashishi va muntazamlashishida muhim rol o'ynagan Amerika Davlatlik demokratiyani ilgari surish fondining sobiq raisi Karil Girishmanning tuhfalariga minnatdorlik bildirish faoliyati jarayonida Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga qilgan tuvandagi bayonlari muhojiratdagi Uyg'urlar orasida zo'r inkas qo'zg'adi va qisqartirilgan nomi NED deb atalgan Amerika Davlatlik demokratiyani ilgari surish fondini Uyg'ur davosini mustaqillik yo'lidan uzoqlashtirish bilan ayblab kelgan ba'zi qorong'u kuchlarga ajallik bir javob bo'ldi. NED shaxsni yoki tashkilotni desteklamaydi. NED project yoki bir harakatni desteklaydi. Bu yerda Uyg'urlarning orasida NED Uyg'urlarga pul berib, tashkilotlarga bularni avtonomiya chiqib o'tibdi, buni siyosiy qilmaydan qilib Sharq Turkiston degan butun qap-qora yolg'on gap. Karl Grishman texe Uyg'urlarga Sharq Turkiston deyishga bayroqtarlik qilayotgan odamning biri. Amerikaning kongress bugun ma'lumladingiz. Shinjon degan kelimani masxara tonida Sharq Turkiston degan iftixorlik tonida anglatdi bugun. Shu bu yerda haqninki bu NED hisetlik bitdi, NED qup-quruq gap.
o'tmishki Karl Gershman seppagan ul bu. Karl Gershman hech qachon berib bir Uyg'ur qizlar avtonomiya cho'langlar yoki mustaqillik shuari to'lamanglar yoki Uyg'urlar o'rlikka ehtiyoji yo'q millat degan gapni qilib baxmidi. Yoki bo'lmasa berib Xitoyning ichida majbur yashang degan gapni qilib baxmidi. Anladingiz mana? Jonliq ba'dinglar. Ham gap degan undan aniq, undan ro'shan bo'lmaydi. Siz bu adamla tanışqanda bugün kadar Uyg'urlarning o'rlikka haq huquqi va Uyg'urlarning o'ziga xo'ja bo'lish, o'zining mamlakatini, o'zining yurtini, o'zining xalqiga o'ziga parag'anlik berilgan erkinlik bir huquqi va deb keladi. Bugun yana shuni namoyon qildi. Shu bu yerda bu radio anglag'uvchilarning bilish tegishli eng muhim masalalarning biri NED hech qachon hech qanday bir tashkilotga manida deb yerda micro management qilib, uni orqadan puppet masterlik qilgan ish bo'lmaydi. Bu erkinlikning tashabbusini qatgan tashkilot qilib, boshqa tashkilotlarning erkinligini iskanjiganmaydi. Bu mantiqidagi bir tushunchsizlik Uyg'urlarning orasida keng davom qilyapti. Buni radio anglag'uvchilar, bu programmani ko'ruvchilar cho'qim bilish kerak. NEDning pozitsiyasini bugun ko'rdinglar. Bu yerda hech qachon Uyg'urlarning siyosiy o'zgurlik, o'rlik, hatto mustaqillik harakatini bir iskandaga olgan ish. Amerika bilan Yevropa İttifaqı 2 dekabr kuni Xitoy bilan bo'lgan munosabatlari to'g'risida yana bir qitim diplomatik suhbat o'tkazib, Uyg'urlar masalasidagi o'rtaq andishalarda davomli moslashadiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, kishilik huquq, Janubiy dengiz qatorli Xitoyga aloqador nurg'un temalarga chitilgan bu suhbat Xitoyga qarata Atlantik okeandan halqagan birlik sab shakllanayotganligining eng yangi beshorati ekan. 2 dekabr kuni Washingtonda o'tkazilgan bu suhbat Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri Wendy Sherman bilan Yevropa İttifaqıning tashqi harakat ishlari bosh kotibi Stefano Sanino orasida ilib berilgan. Aqsarayning oshkorlashicha ikki taraf suhbatdan keyin e'lon qilgan qo'shma axborotida biz o'rtaq andishalarimizda, jumladan Xinjiang va Tibetda davomlashayotgan kishilik huquq dafsandachiligi, Hong Kongda avtonomiya va demokratiyaning yo'q qilinishi, iqtisodiy zo'rlash, saxta uchur tarqitish harakati va rayon xarakterlik bexatarlik masalalarida davomli moslashishni xohlaymiz deyilgan. Qo'shma axborot yana taraflarning sharqiy va janubiy dengiz vaziyatidan qattiq andish qilayotganligi, bu rayonning mavjud holatini bir taraflamalik o'zgartirishga va vaziyatni jiddiylashtirishga qattiq qarshi turadiganligi ta'kidlangan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bu vaqtdagi bayonotida ta'kidlanishicha, taraflar yana Xitoydagi kishilik huquq masalasida davomli fikr almashtirish va hamkorlikqa, jumladan ko'p taraflamalik munbarga bo'lgan o'rtaq qiziqishini ifodalagan. Bu Amerika bilan Yevropa İttifaqıning Xitoyga qanday taqobil turish to'g'risidagi birinchi qitimliq suhbati bu yil 5-oyda o'tkazilgan edi. Amerika Avam Palata a'zosi James McGovern 2 dekabr kuni Avam Palatasining Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonun loyihasini kelar hafta ko'zdan kechiradiganligini bildirgan. Uyg'urlarni majburiy amgak silib ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerikaga kirishini cheklash to'g'risidagi bu qonun loyihasi bu yil 7-oyda Kengash palatasida ma'qullanib, Avam Palataga sunilgan. Biroq qonun loyihasi hozirga qadar ovozga qo'yilmagan. 2 kunning oldida Cumhuriyetçi Kengash Palata a'zosi Marco Rubio Avam Palatasi Biden hukumati va ba'zi dongliq shirkatlarni bu qonunning Avam Palatasida ovozga qo'yilishiga to'sqinlik qilish bilan ayblagan edi. James McGovern mazkur qonun loyihasini sunuvchilarning biri bo'lib, u kelar hafta kishilik huquq masalasi nuqtasidan muhim bir hafta bo'ladi degan. U yana biz Xitoyga qarata ba'zi qonunlarni chiqarishni intayin muhim deb qaraymiz. Bularning ko'pinchisi kishilik huquqni asos qilgan. Biz Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonunining ma'lum shaklda ma'qullanishini ko'rishni umid qilamiz deb ko'rsatgan. Ma'lum bo'lishicha, agar bu qonun loyihasi Avam palatasida ma'qullanib, orqadan prezident imzo qo'yib qonunga aylansa, Sharq Turkistondan kelgan barliq mahsulotlarning majburiy amgakda ishlab chiqarilganlik ehtimoliga asosan Amerikaga kirishi birdek cheklanishning yo'li ochiladi ekan. Kuzatuvchilar bu qonun ma'qullansa Xitoyning rayondagi quyosh energiya taxtasi ishlab chiqarishiga qattiq zarba beradiganligini bildirmoqda. Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umarqanat apandi bu munosabat bilan bugun istansimizga qilgan so'zida Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonun loyihasining Amerika Avam palatasida yuqori ovoz bilan ma'qullanishiga ishosh bilan qaraydiganligini. Chunki mazkur qonunning ma'qullanishi haqida Amerika Avam palatasi raisi bilan Kengash palata raisining birdek fikrga kelganligini ifoda qildi. Ko'rmanlarimizga ma'lum bo'lganidek Dunya Uyg'ur Qurultiyining arzi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining 3-qitimliq isbot anglash yig'ini 27-noyabr shanba kuni Londonda muvaffaqiyatli holda chaqirilgan va Uyg'ur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice apandim sudning oxirgi hukmnomasini 12-oyning 9-kuni e'lon qiladiganligini jakarlagan edi. Muhojiratdagi Uyg'urlar hozirdan boshlab Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 12-oyning 9-kuni e'lon qiladigan hukmnomasini taqozolik bilan kutmoqda. Chet ellik kuzatuvchilarning Hatta Xitoy hokimiyatining diqqat e'tiborimi Uyg'ur sud kollegiyasining oldimizda chiqaradigan hukmiga markazlashdi.
Dunya Uyghur Qurultiyining 2020 yılı 9 ayda müstakil Uyghur Sud kollegiyasining qurilishini tashabbus qilishdagi tüp maqsadi Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini xalqaro qonuniy tartib va qonuniy asoslar bo'yicha to'liq dalillab chiqishdan iborat dedi. Uyg'ur sudi qurilgandan buyon hozirga qadar jami 3 qitim isbot anglash yig'ini chaqirildi va bu jarayonda chet ellik va Sharq Turkistonliklardan bo'lib 70 nafardan ortiq kishi guvohlik berdi. Uyg'ur sud kollegiyasi tarafidan alohida taklif qilingan 30 dan ortiq tadqiqotchi 10 ming soatdan ortiqroq vaqt sarf qilib 500 dan ortiq guvohchining yozma guvohligini o'z ichiga olgan necha 10 ming betlik hujjatlarni tekshirib chiqdi. Ondaqda Uyg'ur sotiga hozirga qadar sunilgan arzlar va sotda berilgan guvohliklar Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qonuniy asoslar bo'yicha dalillab chiqish uchun yetarlikmi? Uyg'ur sotining qandoq bir hukm chiqarish ehtimolligi bor. 12 oyning 9 kuni London vaqti ertagan soat 9 da Londondagi sud o'tkazilgan Chur saroyida boshlanadigan va taxminan 2 soat davom qiladigan hukm e'lon qilish yig'inining amaliy ahvoli va suddan keyin Dunya Uyg'ur Qurultiyining bu vaqtda e'lon qiladigan axborot e'lon qilish yig'inining amaliy ahvoli sizlar ko'rayotgan Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasining YouTube kanali orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Bu tarixiy fursatni qochirmang va istansimizning YouTube sahifasiga tezdan obuna bo'lishni unutmang. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammısini diqqətinizə sunduq. Keyin qaytimliq pirugrammimiz görüşəyli. Görüşkə yaman boğaysılar. Xeyr, xoş.